Sharof Rashidov tumaniga qarashli 1-sonli umumta'lim maktabida 9-may xotira va qadrlash kuni hamda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir avvalida maktabda faoliyat olib borgan marhum ustozlar xotirasi yodga olinib, maktab xotira xiyoboniga gullar qo'yildi. Ularning ta'lim va tarbiya yo'lidagi fidokorona mehnatlari hurmat bilan esga olindi. Bugun Sharof Rashidov tumani 1-sonli umumta'lim maktabida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun yoshlarimizni madaniyat, san'at, sport sohasida, kompyuter texnologiyalari, kitobxonlik, kasbga yo'naltirish bo'yicha o'z iqtidorlarini ushbu tadbirda namoyon etadilar. Maktabimizda 611 ta o'quvchilardan tashkil topgan. Bu yil hozirda 11-sinf o'quvchilarimizdan 7 ta bitiruvchilarimiz Rossiya davlatining Moskva shahridagi nufuzli universitetga grant asosida qabul qilindilar. 11-sinf o'quvchilarimizning 41% milliy sertifikatga ega. Tadbir davomida 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi yo'nalishlar bo'yicha, xususan informatika, sport va kitobxonlik yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilarning iqtidori namoyish etildi. Sport yo'nalishida tennis, shaxmat, shashka hamda boks sport turlari bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar tashkil qilindi. Hozir maktabimizda 5 tashabbus doirasidan kitobxonlik yo'nalishida ham chiqishlarimiz bo'lib o'tmoqda. Ya'ni jadidlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Jadidlar 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida Turkiston, Xiva, Buxoro hamda boshqa musulmon o'lkalarida paydo bo'lgan ma'rifatparvar ziyolilar harakati vakillaridir. Jadid degani arabchadan olingan bo'lib, yangi degan ma'noni anglatadi. Kitobxonlik yo'nalishida esa jadidchilik harakatlari va uning millat taraqqiyotidagi o'rni haqida qiziqarli ma'lumotlar ochib berildi. Men bu maktabda matematika fanidan dars berib kelyapman. Sentyabrdan beri asli Buxoro viloyatidanmiz. Vazirlar Mahkamasining 646-qaroriga asosan ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda tayinlangan 100% ustama uchun Buxoro viloyatidan kelib ishlayapmiz. Shartnoma asosida mana maktabimiz xudo xohlasa shu qizil hudud deydi, qizil maktablar safidan chiqdi bu yil. O'quvchilarimiz turli musobaqalardan o'rin olyapti. Men ta'lim berayotgan 11-sinf o'quvchilarining 7 nafari Rossiya davlatidagi universitetda grant asosida o'qish sertifikatlarini qo'lga kiritgan. Mana bugun maktabimizda 9-may arafasida 5 tashabbus doirasida xotira abadiy qadr muqaddas nomli tadbir uyushtirganmiz. Bunda nafaqaga chiqqan ustozlarimiz tashrif buyurganlar. Xo'sh, bu maktabda ishlab faoliyat ko'rsatib vafot etgan ustozlarimizning xotirasi yodga olinib, tadbirimiz yuqori ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Yurtdoshlarimizni 9-may bayrami bilan tabriklayman. Hammamiz yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Rassomchilik yo'nalishida maktab o'quvchilari tomonidan chizilgan rang-barang rasmlar namoyishga qo'yilgan bo'lsa, hunarmandchilik yo'nalishida o'quvchilar yaratgan turli xil qo'l mehnati mahsulotlari barchada katta taassurot qoldirdi. Shundan so'ng xotira muqaddas, qadr abadiy shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy tadbir boshlandi. Tadbirga maktabda uzoq yillar faoliyat olib borgan faxriy ustozlar taklif qilindi. Bayram avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng maktab rahbari so'zga chiqib, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi haqida gapirib, bugungi kun yoshlari mana shunday kunlarning qadriga yetishlari lozimligini ta'kidladi va barcha ishtirokchilarni ulug' ayyom bilan samimiy tabrikladi. Tadbir davomida ushbu maktabda faoliyat yuritgan ustozlar xotirasiga bag'ishlangan videorolik namoyish etildi va ular xotirasi yodga olindi. Soyangiz bulutga ergashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan. Mazkur bayram tadbiri davomida o'quvchilar tomonidan milliy raqslar ham ijro etildi. Shuningdek, maktabda uzoq yillar yoshlarga ta'lim tarbiya berib, bugungi kunda qarilik gashtini surayotgan faxriy ustozlar ham so'zga chiqib, bugungi tadbirning ahamiyati haqida iliq fikrlar bildirishdi. Maktabning yuqori sinf o'quvchilari tomonidan yozuvchi Said Ahmadning Ufuq romani asosida tayyorlangan sahna chiqishi barcha ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. O'zi mana shu kunlarda mana shu yurib boryapti. To'ylaringni ko'rsan deyman. Farzandlaringni shu shodon kulgusini eshitsam deyman. Shunday rolda
ishtirok etdik va o'sha holatni biz aks ettirgan holda biroz o'zimizda ham his qildik shu holatlarni. Bu romanda Tursunboyning urushdan qochganligi, o'sha urush bo'ladigan vaziyatda qo'rqoqlik qilganligi, onasi esa qanchalik azobga cho'kkanligi, o'zini orishani bo'lganligi uchun urushdan u payt qochish katta gunoh bo'lganligi va hozirda ham xuddi shunday bo'lganligi uchun o'sha romanni biz ichga kirib maza qilib ijro etdik. 9 may bilan barchani tabriklayman. Doim yurtimiz tinch omon bo'lsin. Bayram tadbiri davomida o'quvchilar tomonidan ijro etilgan raqslar tadbirga yanada fayz bag'ishladi. Sportning badiiy gimnastika yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar ham o'z chiqishlari bilan mazkur sport turining afzalliklarini namoyish etdilar. Eng esda qolarli chiqishlardan biri musiqiy kompozitsiya bo'lib, unda ulug' ajdodlarimiz siymosi gavdalantirildi. Vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan ushbu chiqish orqali o'quvchilar tadbir yakunida maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Bobur Mirzo Oripov barcha ishtirokchilarni bayram bilan tabriklab, ustozlarning fidokorona mehnati yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutishini alohida ta'kidladi. Faxriy ustozlar esa maktab jamoasining kelgusi faoliyatiga omad tilab, barchani yana bir bor bayram bilan muborakbod etdilar. Bir so'z bilan aytganda, Sharof Rashidov tumanidagi 1-sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan mazkur bayram tadbiri nafaqat xotira va qadrlash kunining mazmun mohiyatini chuqurroq anglashga, balki yoshlarni ajdodlarimiz xotirasini yod etishga xizmat qildi.